Bugun siz bilan trenddagi biserli do'ppini yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga videoda ko'rsatilgan kley hamda biser kerak bo'ladi. Zakazim srochcha bo'lgani uchun men tayyor do'ppidan foydalandim. Do'ppini razmer va andozasi kerak bo'lsa, kommentda + qoldiring. Men sizga andozani yuboraman. Biserlarni videoda ko'rsatilgandek ninadan o'tkazib chiqamiz. Tayyor bo'lgan biserlarni kley yordamida do'ppiga ehtiyotkorlik bilan yopishtirishni boshlaymiz. Va bu jarayon do'ppini butunlay biser bilan qoplagunimizcha davom etadi. Tayyor bo'lgan do'ppiga shokildalarni tikib chiqamiz. Buning uchun bizga biser va 3 xil razmerda xrustal kerak bo'ladi. Xuddi shu tartibda 16 ta shokilda tikib chiqamiz. Qizlar, bu texnikani o'rganish juda ham oson, lekin juda katta sabr va vaqt talab qiladi. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu do'ppini tayyorlashga qancha vaqt ketdi? Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, menga obuna bo'lishni unutmang. Bundanda chiroyli taqinchoqlarni birgalikda tayyorlaymiz.